O'zbekistonda 12 ta viloyatga ajoyib xushxabarimiz bor do'stlar. Xotirjam o'tirib bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Umra narxlari necha pul bo'lyapti? Firmani to'g'ri tanlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi tomonlarni odamlar ko'p e'tibor bermayapti? O'sha tomonlar haqida batafsil ma'lumotni Mohirbeydan olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rdingiz, charchamasdan. Mohirbey, hozirgi kunda ko'pchilikni qiynayotgan savollar qaysi? Umraga borish bo'yicha. Aka, birinchi o'rinda litsenziyaga e'tibor berish kerak. Litsenziyasi bor firmadan ketishsa, chunki bordiganlar bilet olinadi. Haqida sharoitlar yaxshi bo'ladi. Qiynalib qolishmaydi. Chunki bir ikkita odamlar ko'ryapmiz, aka, sarson bo'lib qiynalib qolish. Qolib ketib qolganki ba'zilari ham bo'lyapti. Shuning uchun birinchi o'rinda litsenziyaga e'tibor berishsa, bizni mana videolar Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda olyapmiz. Undan tashqari aka, bizniki standart plus paket bo'ladi. 50 boshlarimiz birga ketib birga keladi. O'zbekiston bo'yicha qabul qilaverasiz. O'zbekiston bo'yicha qabul qilamiz aka. 12 ta viloyatdan bemalol aloqaga chiqishadi. Qirg'iziston, Qozog'iston respublikalari, Qirg'iziston, Tojikistondan ham bemalol aloqaga chiqishadi. aloqaga chiqsa bo'laveradi. Xo'p, sizga nima qilib berishlari kerak? Bizni joylar bron qilish uchun birinchi o'rinda Zagram pasportlari bo'lishi kerak. Tashlab berishadi. Shunda joylarni bron qilamiz. Joylarni band qilsa bo'laveradi. O'zi noyabr oyiga qatlardan o'tsa. Noyabr oyidan reyslarimiz aytib o'tsa, Farg'onadan 16-kuni, 17-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi, 22, 23, 24 Farg'ona Madina yo'nalishi, Namangandan esa 21, 24, 27 da Namangan Jidda, Namangan Madina yo'nalishi. Undan tashqari Toshkentdan 15, 22, 29 Toshkent Madina yo'nalishi. Zo'r. Paketning ichiga nimalar kiradi? Paketning ichiga bordi-keldi biletlari kiradi, vizalari, undan tashqari malakali boshqa xizmati, gasnissalari, Madina, Makkada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Undan tashqari ketishayotganda nimcha, so'mka, bejik beriladi, hamda yostiqcha beriladi. Qaytishayotganda 5 litrli Zamzam suv beriladi. Hammasi shu narxning ichida bo'ladi. Xo'p aka, 50 boshlar haqida, 50 bosh biz bilan boradimi, birga keladimi, doim birga bo'ladimi deb ko'pchilik o'ylanar ekan. Bir xil joylarda birga yurmas ekan. Birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida birga sayohatlarga olib chiqadi. Lekin hamma yoqda o'rgatadi. Hamma yoqda o'rganadi. Lekin ular misol sayohatdan keyin misol o'zlari chiqib kelishsa, o'zlari chiqib keladi. Lekin o'zlari bilan birga yuradi degani bas aka. Ha, hech narsani bilmayman degan odamlar ham xotirjam ketsa bo'ladimi? Bemalol aka. Hamma yoqda o'rgatadi. Hamma yoqda o'rgatadi. Muammo bo'lmaydi aka, xudo xohlasa. Xo'p, puli necha puldan bo'lgan? Siz obunachilaringizga pulini $1030 qilib bering hammasini aka. Noyabr oyida xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqishadi aka. Ha. Pulni bank orqali to'lasa bo'laveradi. Bizda faqat bank orqali to'lashadi. Vodiydan bo'lsa kelishadi, kassalarimizga to'lov qilishadi. Xolasa kassada to'lasan, xolasa bankda to'lasan. Shunaqa aka. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Xo'p, mana shu $1030 ichida sizlar yana nimalar berasizlar? Ketishayotganda so'mka, nimcha, bejik vizalari beriladi. Undan tashqari qaytishayotganda 5 litrli Zamzam suv beriladi. Qaytishayotganda qayerdan tushgan bo'lsa o'sha joyga qo'nishadi. Farg'ona tushgan bo'lsa, Farg'ona Madina bo'lsa, Madina Farg'ona tushadi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. 11 kun Makkada bo'ladi. Do'stlar, bittadan like bosib, siz ham umra safariga borishni niyat qilgan bo'lsangiz, albatta kommentariyaga niyat qilganman deb yozib qoldirish esdan chiqmasin akalar. Bu videoni umraga bormoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda raqamlar qoldiryapman. Agar mabodo biz bermagan savollar bo'ladigan bo'lsa, Mohirbeyga aloqaga chiqib, shaxsan o'zim javob beraman. Bemalol telefon qilishaveradi aka. Mana litsenziyalarni ham rasmga olib tashlab, o'zlarining ham dumalab video qilib Telegramdan tashlab beraveradilar. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.